Assalomu alaykum akalar. Sizlar yaxshimisizlar? Bugun Chuqurg'onga keldik. Kalov xizmatlariga. Bugun inshaalloh Chuqurg'onda xizmatdamiz. 3 ta kalovdiz, bitta qopqoq olib kelganmiz. Qopqog'imiz Zaglushka, lekin anaqalari ham bor. Tualet qopqoqlari ham bor. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa aloqa qilib ko'rasiz. Hozir tekanamizdan aylanay deydi. Qaranglar. Bunaqasini ko'rganmisizlar? 3-chi xudo xolasi bo'lib qoldi. Xullas mayerga suv to'planar ekan, ular ketmaydi ekan, nima hal ekan? Ketmaydi ekan. Oldin bu qo'shni bu mayga kavlab turib tosh tashlagan ekan, mayda tosh mana. Mana katta tosh mayda emas mana. Mana tosh tashlagan ekan. Xullas kavladikda, kavlab ketayotdik. Keyin mono shlankaga to'g'ri kelib qoldi. Suv chiqqan ekan, suv shlankasiga. O'shanga suvni shlankasiga to'g'ri keldikda, keyin bu yoqqa qochirdik. Bu yerdan gidetashi 25 ming qochirsak, keyin bu toshga to'g'ri kelib qoldik. Xullas toshni ko'ryapsizlar? Yaxshilikka bo'ladi, yaxshi bo'ladi yoki yaxshilikka bo'ladi. Xudo xolasa bo'lib qoldik. Namangan Chuqurg'ondamiz. Xudo xolasa oz qolyapti. Tushirish jarayonida video qilamiz, tushirgandan keyin video qilib ulab ketamiz. Sababi ikkimiz odam yo'q video qilgan to'g'risi. O'shaning uchun kuzatib boringlar. Mana shunaqa tayyor chuqurlar bo'lsa ham tushirib beraveramiz. Ana ketyapti tepadagi. Tepada tosh ketib qolyapti. O tepasi ketyapti, tepasi. Xullas, hamma toshni olyapmiz hozir. Mana shu yergacha edi tosh. Bu aka ham kavlagan ekanda. Shuncha razmer bo'lsa bu bir qilib tumaloq qilib kavlab tushib ketganda, yo 80 yo 1 bo'lsa kerak. Toshga ham qarab tur. Ha? Toshga qaytib tushib turmas? Yo'q, uzoqqa yaxshi ketyapti. Iloj boricha narab otganing yaxshi sababi. Yo'l to'sib qo'yapti, mashina o'tamayapti. Ular oxirgacha kavlagan ekanda, qoyil lekin. Aytana kichkina doiralar lekin o'zi otgan ekan. Tosh ketyapti. Ular shunaqa. Juda xizmatdamiz akalar. Paqirab chiqaymi? Paqir. Bu oncha qachon ot bo'lasan? Xullas akalar. Bo'ldi, yaqinga tushib ketyapti, paqirab chiqamiz hozir. Mana tugatdik. Xudo xolasi zo'r tushdi.